Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kunning muhim yangilik va hodisalarini kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'lib, bizni qo'llagan holda video ostida like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Erondagi namoyishlarda yanvar oyida 2 kunning ichida taxminan 30 ming kishi halok bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Erondagi ommaviy norozilik namoyishlarida 8 va 9 yanvar kunlarining o'zida 30 mingga yaqin odam o'ldirilgan bo'lishi mumkin. Bu ma'lumotlarni Eron Sog'liqni saqlash vazirligining 2 nafar yuqori lavozimli mansabdoriga tayanib xabar berilmoqda. Mo'ynoqda yuqori bosimli gaz oqimi topildi. Ustyurt flotasidagi O'zbekneft gaz xabarlariga ko'ra, burg'ulash ishlari 5265 metr chuqurlikka yetkazilib, 5265-5061 metr oralig'larida quyi o'rta qatlamlarda gaz qayd etilgan. Topilgan gazning umumiy tarqalish chegaralarini aniqlash maqsadida 3 va 4 sonli quduqlarni burg'ulash rejalashtirilmoqda. Eron oliy rahnamosi bunkerga ko'chirilgan. Eron oliy rahnamosi Oyatulloh Ali Xomaniy AQSh tomonidan ehtimoliy havo zarbasi berish xavfi sababli bunkerga ko'chirildi. Bu haqda hukumatga yaqin 2 manba Eron Intercontinental nashri ma'lum qiladi. Eron rasmiylari AQSh havo hujumlari ehtimolini yuqori baholamoqda. Bunga AQSh prezidenti Donald Trampning Yaqin Sharqqa harbiy samolyotlar yuborgani haqidagi bayonoti sabab bo'lgan. Turkiyada o'zbekistonlik ayolning boshsiz jasadi topildi. Ijtimoiy tarmoqlarda Turkiyaning Istanbul shahrida o'zbekistonlik ayolning boshsiz jasadi topilgani haqidagi xabarlar tarqaldi. Aniqlanishicha, 24 yanvar kuni soat 19:40lar atrofida Istanbul shahrining Shishili tumanida chiqindilar orasidan buyum to'plab yurgan fuqaro konteyner ichida o'ldirilgan jasadni ko'rib, bu haqda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar bergan. Ko'rik jarayonida jasadning bosh qismi mavjud emasligi qayd etilgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasining 2 fuqarosi qo'lga olingan. Ular Turkiyadan Gruziyaga aviareys orqali qochishga uringan vaqtida ushlangan.